Biz institutda o'qiyotgan paytimizda endi kir mashinalar chiqqan payti, plisoslar endi chiqyapti degan gaplar bo'lardi-da. Keyin shunda bizani o'qituvchimiz bitta domlamiz aytganlar-da, mana endi kasalliklar ko'payadi. Mana endi kam harakat bo'ladi va aptekalarning soni ham ko'payadi deb aytgandilar. Hozir mana shuncha yil o'tdi, shu o'qituvchimni doim eslayman, to'g'ri aytgan ekanlar. Nima bunaqa deyaptilar desam, endi to'g'ri aytgan ekanlar. Demak, kam harakatlikdan qancha kasalliklar kelib chiqishini shu oldindan aytgan ekanlar. To'g'ri, zamon rivojlanyapti, hamma narsa avtomatlashgan. Men bu bilan ayollar harakat qilmaydi demoqchi emasman. Ko'p o'tiramiz, ovqatlanamiz, uyqumiz keladi, uxlaymiz. O'shaning uchun birpas bo'lsa ham ko'chaga chiqish kerak, aylanish kerak. Agar sportga sharoiti bo'lsa, masalan, mablag'i bo'lsa, sportga aytgan raqslarimga borsin. Agar bunaqa sharoiti bo'lmasa, oddiy agar domda tursa ham 2-3 marta zinadan chiqib tushsa ham kislorod paydo bo'ladi, organizmda qon aylanishi, energiya paydo bo'ladi-da. Harakat qilsin, progrulka qilsin, shunda ayol kishining ham kayfiyati juda ham yaxshi bo'ladi.